Samarqand davlat pedagogika instituti hamda Turkiyaning yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biri Ordu universiteti o'rtasidagi ilmiy va madaniy hamkorlik izchil rivojlanmoqda. Mazkur hamkorlik doirasida Ordu universiteti dotsenti Murat O'zkan tomonidan Samarqand tarixi nomli kitob nashr etildi. Mazkur asar Samarqandning boy tarixiy merosi, madaniy va sivilizatsiyaviy taraqqiyot bosqichlariga bag'ishlangan bo'lib, ikki tomonlama ilmiy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. 18 oktyabr Samarqand shahri kuni munosabati bilan institutda asarning taqdimot marosimi o'tkazildi. Tadbirda viloyat va shahar hokimligi vakillari, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi viloyat bo'limi, Nuroniy jamg'armasi shahar bo'limi mas'ullari, oliygoh rahbariyati va professor o'qituvchilar hamda talabalar ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar muallif Murat O'zkanga chuqur minnatdorchilik bildirdi hamda barcha samarqandliklarni, professor o'qituvchilar va tarixchi olimlarni ushbu muhim asar nashri bilan tabrikladi. Taqdimotda muallif kitobning yaratilish jarayoni, ilmiy izlanishlar va manbalar haqida batafsil so'z yuritdi. Asar arxiv hujjatlari va ilk manbalar asosida Samarqand tamaddunining tarixiy qatlamlarini tiklaydi hamda uni turkiy xalqlar tarixiy madaniy merosi bilan bog'laydi. Shu bois nashr Samarqand tarixshunosligi va turkiy dunyo tadqiqotchilari uchun muhim ilmiy manba sanaladi.